لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kalem Suresi'nin 4. ayetinde ve inneke le'ala hulukin azim dedi. Hakikaten sen ey Muhammed aleyhissalatü vesselam elbette katta, yuqura terbiye, yuqura ahlak üstügisen deb Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni maqtadı. Bu ayetinin alıda Allah Subhanahu wa Ta'ala ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen ey Muhammed aleyhissalatü vesselam Perverdigarının kattı peygamberlik nimeti veren mecnun emesen deb Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din yaman ayıplarını ve yaman ahlakka sahip durduğun mecnunlukni Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din inkar kılgan. Demek aşu inkar kılışının karşısı da Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni katta ahlak, katta terbiyeye ega Allah Subhanahu wa Ta'ala katta ahlak ve katta güzel terbiye veren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni terbiyeleyen deb Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni maqtadı. Çünkü mecnun her kandak cinnin körsətmesi bilen iş kıldığan mecnunlar ularning ahlakı pes, yaman kelidu. Onun karşısında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı güzel ahlak bilen, güzel her kandak bir insaniyet onunla haset kılıdığan, onunla heves kılıdığan güzel ahlak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de boğallıkı maqtırıdığan yaxşı güzel ahlaklık barlık sözler ve şirketlerinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz bergenliki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hakikaten Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın peygamber ekenlikini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki mecnun emes ekenlikini hem uqturdığanlığa pak etti. Hem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki ahlakının kattı da tariflenişi Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah "Kul ma es'alukum aleyhi min ecrin ve ma ana minel mutekellifin" deb Sure Sa'd'ның 86. ayetinde şundaq degan. Degin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men sizlardan qilgan da'vatimga ecir taraf qilmayman. Men sizlarni birinci ma'nisi da'vatga zorlamayman. Yeni bir ma'nisi mening ahlakımda zo'r bilan yaxshi ahlakda bo'lish yo'q. Demek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı tabii güzel ahlak üstüge bo'lganlikdan en katta ahlak. Çünkü her kandak yasalma zo'r bilan güzel ahlakka yüzünü vargan insanların işi vakt ve zamanın ötküne ve devrinin almış duruş bilen ayıpları eşip kalıdı. Onun karakterinin yamanlığı aşkar olup kalıdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı hakiki katta en güzel, en Allah maqtagan ahlak boğaçqa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı kül
23 yillik tarixiy hayotida bizga eng go'zal va eng maqtiladigan yaxshi axloq va yaxshi sifatlarni bizga qoldirib ketgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki axloqining katta bo'lishining yana bir tarafi Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haqiqatan sen ey Muhammad albatta katta axloq ustigisan deb maqtishining yana bir tarafi Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah ulaikallazina hadallohu fabihudahu muqtadih deb sura An'amning 90-oyatida shunday degan. Ana shu ilgari o'tgan payg'ambarlar alayhimussalatu vassalam Allah subhanahu va taolo hidoyatga boshlagan Allah subhanahu va taoloning ko'rsatmasi bilan to'g'rilg'umangan kishilar. Ey Muhammad, sen ularning hidoyatiga ergashgan deb Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga shunda xitob qilgan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki axloqining katta bo'lishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam ilgirki payg'ambarlarning har birisining eng go'zal, namunliq güzel axloqlarga, namunliq xislatlarga ergashgashga Muhammad sallallohu alayhi vasallamda hamma payg'ambarlarning eng namunliq go'zal axloqlari topiladi. Hammasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamda mujassamlangan. Shuning uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng go'zal axloqqa ega. Yana Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki go'zal axloqqa ega ekanligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki yanada turib payg'ambar alayhisolamning xizmatini qilgan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki go'zal axloqda ekanligini amaliy bayon qilib bergan. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki 10 yil xizmatini qildim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga men qilgan bir ishda nima uchun bu ishni qilding demadi. Ve men qilmay qolgan bir ishda nimishki bu ishni qilmading demadi. Yani Muhammad sallallohu alayhi vasallam Anas radhiyallohu anhuga shundoq mehr shafqat va go'zal axloq bilan muomala qildi. Yana Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Qur'oni Karimda astag'firullah va allamaka ma lam takun ta'lam ve kana fadlullahi aleyke azima deb Sure Nisa'nın 113. ayetinde şunday tarifledi. Allah subhanahu ve taala sana sen biladigan bo'lmagan barliq bilimlarni bildirdi. Ve Allah subhanahu ve taala'nın sana bo'lgan yani muşu ilim ügütüşten ibaret bo'lgan fazli ihsanı azim katta bo'ldi deb Allah subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bergan ilmini katta azim deb sifatladi. Yine Allah subhanahu va taolo mushu Qalam surasining 4-oyatida va innaka la ala xuluqin azim haqiqatan sen ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam albatta katta axloq ustigisan deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamni mush oyatda azim deb sifatladi. Demek Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'de ilmisimi kattı büyük katta ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah subhanahu ve taala bergen emeli güzel ahlak mı naiti kattikellikini Allah subhanahu ve taala mana muş iki ayette bizge bayan kılış arkalık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki ruhi cihatte ilmi cihatte mi naiti katta pazliga katta yuqori darajaga ega ekanligi va amaliy axloqdimi amaliy go'zal maqtiladigan axloqdimi nihoyatda yuqori katta o'ringa ega ekanligini Allah subhanahu va taolo bizga bayon qildi. Demak biz mana shundoq har ikkala jihatdan ilm ruh jihatdimi moddiy amaliy bo'lgan insoniyatning ko'z oldiga keladigan güzel ahlakladımı en yuqori pallada bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ulug'sak Allah Taala bizga tushirgan haq yo'lga ergashgan bo'lamiz. Haqiqiy oltin yuzukka
gavhar ko'z qo'yganga o'xshash ishni eng to'g'ri yo'lda ilib borgan bo'lamiz. Bo'libmi Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki ilmiy va amaliy go'zal axloqlari Qur'oni Karimning barliq hukm va hidoyatlarga amal qilishda va Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki go'zal axloqi Qur'oni Karimning axloqi bo'lishda maydonga kelgan. Shuning uchun mu'minlarning anasi Oysha radhiyallohu anhadan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki axloq to'g'riliq so'ralgan vaqtida Oysha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning axloqining Qur'oni Karim ekanligini bildirib, kana xuluquhu al-Qur'on, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki axloqi Qur'on bo'lgan dedi. Mushu Qur'oni Karimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki axloqlardan bir qanchilgan axloqlarni bizga alohida bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi astag'firullah sura Arabning 199-oyatida Xuzil afva va mur bil urfi va a'rid anil jahilin, sen kechirim qilishni asos qilgin, yaxshilik ishlarga buyurgin, jahillardan yuz o'rgin dedi. Yine Allah subhanahu wa taala sura Ali İmran'ның 159-oyatida فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ, Allah subhanahu wa ta'ala'nın katta rahmeti bilen sen onlara yumuşaklık kıldın dedi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala sura Tövbe'nin 128-oyatida Estaizu billah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ dedi. Elbette kat'i sizlerge sizlerinin özünlerinin işidin boğan bir peygamber geldi. O peygamberge sizleri çekken cepa ığır kilidu. O peygamber sizlerge amrak. Yani o peygamber müminlerge şefkat kılıdı, rahim kılıdı dedi. Demek Allah subhanahu ve taala bizning ishimizdan o'zimizga bizga shafqat qiladigan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni insoniyat ishiga payg'ambar qilib avatibdi. Uning o'rniga agar farishta avatgan bo'lsa, farishta bizningki ahvollarimizni, bizning ichki sirlarimizni, bizningki dardlarimizni tushunadi. Allah subhanahu va taolaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib avatganligining o'zi bizga eng cho'ng rahmat. Ham bu shuni bildirdiki, her kandak bir cemaat, her kandak bir millet şu xalqlar işidin, şu xalqlarga hidayetni yetkizdigan ulamalarni Allah subhanahu wa taala Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallamning izbosari qilib chiqarib berdi. Shuning uchun o'z ishimizdan chiqqan haq hidayetga boshlaydigan ulamalar, ustozlarga ayishimiz, ularmi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek xalqqa, musulmon xalqiga kuyimjon bo'lishi, o'z ara birsimizga haq va islom dinini namoyon qilishda yordamchi bo'lishimiz lozim. Biz o'zimizning ishidagi islomiy Alloh taolo bizni agishga buyurgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki varislarga, payg'ambar alayhisolatu vasallamning yo'liga agish uchun agishmasak, o vaqtda biz her türlük hazırki zamandaki dünyanın her qayşılığına dinsizlikni, küfrni, yoki Hristiyanlık, Yahudilikni, yoki müşriklikni tarqatayotgan her türlük insanlarning, her türlük cahil kafirlarning yoki her türlük azg'ullarningki obrazlarini, ularningki xato, küfri ish izlarini insanlar ve her kandak bir Müslüman yaki kişiler ölü kalış arkalık haktan hidayetten çıkıyordu. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizni sıratallazina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin, sen in'am kılganlarının yoluga başlayın, gazibinge yoluqqanlar emas, izip ketkenler emas,
ya'ni Allohning hidoyatida ravris mang'allarning yo'liga boshig'in deb bizning har vaqt namozda o'qigan mushu duoyimiz Fatiha surasidagi mushu duomi bizning mushu agishda birinchi qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ikkinchi qilib mushu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning izbasallaridan bo'lgan, o'z ishimizdan chiqqan Qur'on va hadis ahli bo'lgan islom yetakchilariga agishimizningki muhim ekanligini ham bildirdi. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki go'zal axloqi biz butkul dunyo insonlarga, bo'lib mu'min musulmonlarga alohida go'zal axloq bilan, mehr shafqat bilan yetakchilik qilganligini bu oyat bizga bildirish orqali har qanday islom yetaklaydigan ustozlar, rahbarlar mehr shafqatlik, kuyimjon bo'lishini mana shu oyat orqali go'zal axloqni o'ziga mujassamlashtirishini, go'zal axloqning eng yuqori pallasida bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning axloqini o'rnak qilishini lozim ekanligini mush oyat bizga bildirdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam go'zal axloqningki eng yuqori pallasida bo'lganligi uchun nihoyatda yumshoq, ko'ngli boshqalarga illiq, muomalasi oson, muomalasi nihoyatda go'zal edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni har qanday bir chaqirgan yaxshi ishqa darhol Muhammad alayhisalom ovoz qo'shib boradi. Kishilarning talab qilgan hojatlarini ado qilib beradi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining bir narsa talab qilib so'ragan kishiga u kishini mahrum qo'ymaydi. Qo'lini quruq qaytarmaydi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari Payg'ambar alayhisalomdan bir ishni qilishni, qitilishni yoki talab qilsa, u ish islom diniga zidlan bo'lmasa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ish qatiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har qanday bir siyosiy, ijtimoiy, vahiy ilohiy qarash qilmas ishlarning har qandayida o'z oldiga mustabid bo'lmaydi. Ularga maslahat salatdi. Ularga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilmoqchi bo'lgan ishida maslahat alatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning yaxshi ishig'imi nihoyatda go'zal muomala bo'ladi. Ulardan kelib qolgan yomonlikqami af bilan muomala qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar bilan o'ltirgan vaqtida chiroyini tuytib olmaydi. Ham o'ltirgan hamma isriga nihoyatda go'zal axloqli bo'ladi. Suvda qo'pollik qilmaydi. Qo'shmasini turtib muz chiroy bo'lib olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z atrofidagi mu'minlarga nisbatan ular so'ragan savollarga qarata savol va so'ragan tilaklariga qarata Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tilini yig'olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'pollik bilan muomala qilmaydi. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimningki ma'naviy, ilmiy va amaliy bo'lgan barliq nur va yo'lliqlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining amaliy harakatida Alloh Qur'onda o'rgatgan barliq go'zal axloqlarni amallashtirgan. Bu go'zal axloqlarning eng namunliklari mana shu surada alohida namoyon bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Qad aflahal mu'minun surasida mundaq degan. Astagfirullah, bismillah. Qad aflahal mu'minuna alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Haqiqatan mu'minlar najotlikka erishdiki, ular namozlarida Alloh taoladan xushu qilib ayminib namoz o'qiydi. Ya'ni dunyoning har qanday bir havaslari, barliq fitnalari, har qanday inson va jinning shaytonlarining izitqilari va barliq qo'rqincha har xil tashvishnishdan ayrim holatda qalbi Allohga bog'lanib turib, Alloh uchun qalbi aymin tepib, Alloh taolaga haqiqiy ko'ngilning tigidan aram baxsh bo'lib va Allohga haqiqiy
qulchilik qilish bilan ayminib turib namoz o'qiydi. Ular valladinahum anil lagwi muridun, har qandaq bir kufri, shirk va dinsizlikning bühüde söz, bühüde harakatlaridan har qandaq bir insonning iymonini, axloqini, ibodatini va hayotligini bekor qiladigan bühüde ishlardan yuz o'rgishlar ular. Valladinahum lizakati fa'ilun, ular Allah bergan ixsatning zakotini amaliyotda ijro qilguvchilar. Valladinahum lifurujihim hafizun, ular o'zlarining avratlarini zinoyi haromdan saqlaguvchilar. Lekin o'zlarining ayollari bilan birga bo'ladi yoki qo'llari ega bo'lgan dedaklari bilan birga bo'ladi. Haqiqatan ular mana shu o'z ayollari bilan birga bo'lsa, ya dedaklari bilan birga bo'lsa, malomat qilmaydi. Kimdikim ashuning orqasidan tajovuzchilik bilan Allah belgilagan haddan o'tib ketadigan gunoh ma'siyat bilan zino fohishidan bir ishni qilgan bo'lsa, ana ashular tajovuz qilishlardir. Valladinahum li amanatihim va ahdihim ra'un, ular o'zlariga qilingan dini va ijtimoiy omonatlarning hammasiga va o'zlarining Alloh taolo oldi qilgan hadisiga va insonlar oldi qilgan hadisiga rioya qilishlardir. Va ular o'zlarining namozlariga doim o'qiydigan, doim o'qish bilan muhofazat qiladi. Allah subhanahu va taolo namozni bu oyada 2 qitim oldi. Nima uchun? Namozda xushu bilan o'qish asos bo'lsa, ham namozning rukunlari, namozningki vaqtlariga rioya qilib o'qish ham bu ikkinchi asos. Chunki o'z vaqtida o'qilmagan yoki payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga ayishib o'qilmagan namozmi ham Alloh taologa bizni yaqinlashtirmaydi, ham Alloh oldi qilgan bu qulchiligimiz haqiqiy komil ravishda ado bo'lmaydi. Ulaika humul varisun, ana ashular miras alg'ushlar. Nani miras oladi? Alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ular Firdaus jannatini miras oladi, ular Firdaus jannatida mangu qoladi. Mana Qur'oni Karimning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'rgatgan axloqlari, Muhammad sallallohu alayhi va sallamningki Qur'oni Karimning axloqi bilan axloqlangan mushu go'zal axloqlarning hammasi har bir mu'min musulmonning axloqlanishga va ulgu qilishga tegishli bo'lgan eng muhim bo'lgan amallari. Har birisimizni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning axloqi bilan axloqlanib, Qur'oni Karimning axloqini o'zimizda o'zlashtirgan, Alloh taolaning muhabbati va rizoligiga erishgan haqiqiy ixlosmand mu'min qullardan bo'lishimizga Alloh taolo nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.